Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana ko'rib turganlaringizdek yana bir obyektimiz tayyor holatga keldi. Xudo xolasa bugun bitkizib, uy egasiga topshirib, inshaalloh uyga ketishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana bitgan holatini ham bitta video obzor qilyapmiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu ikkinchi etaj tom qismi. Pastiga ponni loy bosgani sharoit bo'lgan. Kamida bir 15-20 sm bosgan xudo xolasa ko'taraveradi. Mana oldida figuraning shapkalari ham bor. Hop, mana ko'rib turganlaringizdek, mana bu tomondan ko'rinishlari. Bu joyi balkon bo'ladi. Balkonda ustki qismi. Mana bu tomonda yana bir qo'shimcha qo'shilgan uyni tom qismi bo'ladi. Xudo xolasa konteyner profillaridan O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. 100% konteyner profillaridan tayyorlangan. Xudo xolasa konteyner profilning foydali taraflari temir bilan, usta bilan hamma yo'q birga boradi. Sizga butishgacha o'rg'ilinadi. Butgandan keyin xudo xolasa uy egasiga topshiriladi. Yutuq taraflari shu, temirda bor usta topdim, usta yo'q bo'lsa temir yo'q degan muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa hammasi temir, usta hamma yo'q birga borib, bitkizib, chiroyli qilib, uy egasiga shunga o'xshatib topshirib, inshaalloh uy egasini duosini olib chiqib ketadigan ishimiz xudo xolasa mana shu. Bu xudo xolasa ikkinchi etajda tom qismi bo'lgani uchun jinday vaqt ko'proq ketib qoldi. Agar birinchi etaj tom qismi bo'ladigan bo'lsa, tezroq bitadi. Mana shapkalari, mana figuralari xudo xolasa. 10 ta ham bor. Bu tomonda aytganimizdek qo'shimcha uy, balkon, xudo xolasa tunikaga tayyor holatga olib kelindi. Rekalarigacha qotirib, chiroyli qilib, past qismlariga ham siyazkalarini berib, hamma joyini xudo xolasa chiroyli qilib, mustahkam qilib, uy egasini duosini olib chiqib ketishga tayyor holatga keltirdik mana. Bu ishimiz endi o'zimizning Farg'ona viloyati vodiyda Quvasoy shaharchasida bo'ldi, tumanida. Ko'rib turganlaringizdek, ishimiz haqiqatan baquvvat, garantiyalari bor. Xudo xolasa shu yaqin atrofda bo'ladigan bo'lsa, olib borib ko'rsatib, ob'yomlarimizni, holatlarini ko'rsatib ham beraveramiz. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa video jarayonlarida tag qismida telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekistonda 12 ta viloyati bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Kimga shunday ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa borib, o'lchab, yaqin atrofda bo'lmasa telefonda hisob kitobini qilib, chiroyli qilib beramiz. Ob'yomlar xudo xolasa material ketishiga qarab